Selamünaleyküm kardeşler. Ma parlamentning chiqargan qarori bir qancha jihatdan bek muhim. Birisi dunyo bo'yicha hozirgacha tunji qatim bir davlatning rasmiy organi Uyg'urlarning beshik kelgan bu fojialarni genocide, ya'ni milliy bu endi boshqa davlatlarga ergashadiganga yo'l ochib bergan bo'ldi. Bu jihatdan muhim. İkincisi, şu Uygur panalanmışlar için məxsus, yani exceptional degan gap İngilizce burunki o'xshamaydigan olayda favqulodda degan gap. Shundoq bir nima yaratib dedi, create exceptional refugee streamline to expedite refugee application deydi. O degani favqulodda shunday tizlashtirilgan bir yo'l ichib Uyg'ur panolanuvchilarning iltimosini darhol qabul qilish degan gap. Bu hammalarga bek muhim. Yana birisi Xitoyning shu Kanadada turayotgan Uyg'urlarga qaratilgan har xil besim, har xil ota-onalarini go'raga olish orqali bozak qilishlari va shuning nisbatan Kanada hukumatining tadbir elishi. Ma masala bor. Anadaki hükümetke koyulgan talepler qarasanglar, şu mecburi emgekten kelgan mahsulotni to'xtatish. Bu mahsulotni ishlab chiqargan cho'ng shirkatlar va uni ta'minlash zanjiri qatnashganlar qanday chora ko'rish. Anadaki Hüseyin Jalil masalasiga mas'ul maxsus envoy, yani alayda elchi tayinlash. Onundan başka Kanada hükümetinin Uygurlar meselesini milli kırgınçılık, yani genocide deb şu boyunca hem itiraf kılıp şu boyunca muamele kılış. Anadaki Xitayning bir yol bir belbağ plana qatnaşkan devletlerge Kanada'nın iqtisadi yardım beriş arkalık o devletlerini Xitaydan çangıldan qutqizish arkalık bu devletlerdeki Uygurlarning bexatarligini qo'g'dash. Yani Uygurlarga naycık köp narsalar var. Bu qarindoshlarlar herhalde tushunmadilar bu inglizcha narsalarni. Shunglashqa garchi hamda vatanimizdagi bo'lgan ishlarni qirg'inchilik deb atashib qo'shiladigan ish emas. Lekin buningga biz qo'shiladigan tarafi qirg'inchilik deb atagandan keyin qirg'inchilik Jeneva ahdnomasiga qo'l qo'ygan davlatlar qirg'inchilik deb atash bilan to'xtab qolmaydi. U qirg'inchilikni to'xtatish va oldini olish uchun qonuniy tadbirlarni olish bularning qonuniy javobgarligi. Shunglashqa javobgarlik nimaga kiradigan gap? U boshlanadigan gap. Shuning uchun bu jihatdan muhim. Shunglashqa mumkin bo'lsa buni kenara taxtinglar. Ertagan bu Kanadadagi barliq qarindoshlarning panohlanish iltimosining qabul bo'lishi jihatdan bo'lsin. Nurg'un jihatlarda, masalan, vatandan sponsorlik qilib tuqqanlarni eklanmagan bo'lsin. Nurg'un jihatda Kanada parlamentining qarori favqulodda rol o'ynaydi. Hammalarning manfaatlariga u yerdan yo bu yerdan foydali bir sharoit yaratadi. Shunlashqa genocide dedi deb nima qilishning o'rni yo'q. Demisimi necha vaqtdan beri qarindoshlarimiz mesjid juma shanba demay uylarga berib imzo to'plab kuchab Ottavaga kelib namoyish qilib bizma Ottavada insonlarni kendidan yurib oson qo'lga kelgan natija emasda. Bunda bir tugmani besib qo'ygan bo'lgan ish emas. Shuning uchun hamda hozir hamda qo'limiz hamda bundan qildigan ish parlament bu qarorni olgandan keyin birisi shu parlamentning umumiy Kanada parlamentidan shunga o'xshash qaror chiqarish, ikkinchidan Kanada hukumatining bu chiqargan qarorni ijro qilishini so'ylash. Ya'ni ishlarimiz shunday boshlandi. Shuning uchun hamda buni Kankuşada tashkil qilganimiz yaxshi. Bu Kanadadagi butun qarindoshlarning emgigi va buning da ajri va anadan keyin isbot berish yig'inida isbot bergan guvohchilarimizning ajri va jiq qarindoshlarning ajri va shunlashqa hamda bir hodimiz chiqqandek bo'ldi. Lekin yana xizmatlar yana boshlandi. Bu qarorni oldilar deb to'xtab qolmaydi. Anadan keyin boshqa davlat qarindoshlarimiz shundan bo'ldi. Ham hech kimimiz mani ko'rsatib turib
Angliyada olsun, Amerika'da olsun, Avustralya, Avrupa devletleri olsun, hem Avrupa parlamentiçe Kanada'nın ülkesinden faydalanıp durup, devletlerimiz zoğulaydıganга, süyleydiganга bir asas şekillendi. Şoňlaşka bu karar fevkalatda muhim. Şöne hem İngilizce bilmegenlerge bir düşündürüp koýady.